Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Bugungi mavzumiz logaritm va uning xossalari, logaritmik tenglamalar va tengsizliklar. Ta'rif: b musbat sonining a asosga ko'ra logaritmi deb, b sonini hosil qilish uchun a sonini ko'tarish kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichi aytiladi. Va logaritm a asosga ko'ra b barobar s ko'rinishda yoziladi. Ya'ni b sonini hosil qilishimiz uchun a sonini ko'tarishimiz kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichiga aytiladi. Misol, logaritm 2 asosga ko'ra 8 teng 3 ga. Ya'ni 8 sonini hosil qilishimiz uchun 2 sonini ko'tarishimiz kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichi bu 3 ga teng. Ya'ni 8 barobar 2 ning kubi. Keyingi misol. Ikkinchisi, logaritm 3 asosga ko'ra 1 taqsim 9 barobar -2 ga. Ya'ni 1 taqsim 9 sonini hosil qilishimiz uchun 3 ni ko'tarishimiz kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichi bu -2. Ya'ni 1 taqsim 9 barobar 3 ning -2 darajasiga teng bo'ladi. Uchinchi misol, logaritm 1 taqsim 5 asosga ko'ra 25 barobar -2 ga teng. Ya'ni 25 ni hosil qilishimiz uchun 1 taqsim 5 ni ko'tarishimiz kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichi -2 ga teng. Bu deganimiz 25 barobar 1 taqsim 5 ning -2-siga. Keyingi tushunchamiz logaritm xossalari. Birinchi xossa, a daraja logaritm a asosga ko'ra b barobar b ga teng. Bu logaritmning asosiy xossasi. Bu yerda a teng emas 1, a 0 dan katta va b 0 dan katta bo'lishi kerak. Misol, 5 ning darajasida logaritm 5 asosga ko'ra 3 3 ga teng. Ikkinchi xossa, logaritm a asosga ko'ra a barobar 1 ga teng. Ya'ni bu yerda a teng emas 1, a 0 dan katta bo'lishi kerak. Misol, logaritm 7 asosga ko'ra 7 barobar 1 ga teng. Misol uchun, logaritm 8 asosga ko'ra 8 ham barobar 1 ga teng bo'ladi. Keyingi xossa, uchinchisi. Logaritm a asosga ko'ra 1 teng 0. A teng emas 1, a 0 dan katta bo'lishi kerak. Misol, logaritm 12 asosga ko'ra 1 teng 0. Demak, logaritm asosi qandaydir musbat son bo'lgani bilan ko'rsatkichi 1 bo'lsa, logaritmning qiymati har doim 0 chiqadi. To'rtinchi xossamiz, logaritm a asosga ko'ra x plusdan logaritm a asosga ko'ra y barobar logaritm a asosga ko'ra qavsida x ko'paytirilgan y. Ya'ni logaritm asoslari bir xil bo'lsa, ya'ni bu yerda a bo'lyapti, bir xil bo'lsa, orasi yig'indi bo'ladigan bo'lsa, logaritm ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. Ya'ni asos o'zi yoziladi-da, ko'rsatkichlar ko'paytiriladi. Yoki logaritm a asosga ko'ra x y barobar logaritm a asosga ko'ra x plusdan logaritm a asosga ko'ra y yig'indi shaklida yozishimiz mumkin. Misol, birinchisi, logaritm 12 asosga ko'ra 2 plusdan logaritm 12 asosga ko'ra 6 barobar asoslari bir xil bo'lgani uchun ko'rsatkichlarni ko'paytma shaklida yozishimiz mumkin. Logaritm 12 asosga ko'ra 2 ko'paytirilgan 6 barobar logaritm 12 asosga ko'ra 12 barobar 1 ga teng bo'ladi. Ikkinchi misolimiz. Logaritm 6 asosga ko'ra 180 barobar logaritm 6 asosga ko'ra 180 ni 36 ko'paytirilgan 5 shaklida yoza olishimiz mumkin. Barobar logaritm 36 asosga ko'ra 36 plusdan logaritm 6 asosga ko'ra 5 shaklida yozsak, logaritm 6 asosga ko'ra 36 bu 2 ga teng, plusdan logaritm 6 asosga ko'ra 5 bo'ladi. Keyingi xossamiz, logaritm a asosga ko'ra x taqsim y barobar logaritm a asosga ko'ra x minusdan logaritm a asosga ko'ra y shaklida yozib olishimiz mumkin. Misol, logaritm 7 asosga ko'ra 340 taqsim 2 barobar
logaritm 7^343 minusdan logaritm 7^2. Bu ham teng. Logaritm 7^343 bu 3 ga teng bo'ladi. Minusdan logaritm 7^2 shaklida qoladi. 6-xossa. Logaritm a asosga ko'ra b ning n'inchisi barobar n ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b. Ya'ni logaritmning ko'rsatkichining darajasi oldiga ko'paytuvchi bo'lib chiqadi. Ya'ni logaritm oldiga ko'paytuvchi sifatida tushadi. Misol, logaritm 5 asosga ko'ra 25 ning kvadrati teng 2 ko'paytirilgan logaritm 5 asosga ko'ra 25 barobar 2 ko'paytirilgan 2 barobar 4. Ya'ni bu yerda ko'rsatkichning darajasi oldiga ko'paytuvchi sifatida tushyapti. Keyingi xossamiz 7-si. Logaritm a asosga ko'ra m, ya'ni logaritm asosida a ning m'inchisi, ko'rsatkichida b ning n'inchisi barobar n taqsim m ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b shaklida yozishimiz mumkin. Ya'ni logaritm asosining darajasi 1 taqsim bo'lib logaritm oldiga ko'paytuvchi sifatida tushadi. Ko'rsatkichining darajasi shunday o'zi ko'paytuvchi sifatida oldiga tushadi. Misol, logaritm 8 asosga ko'ra 32 teng logaritm asosida 2 ning kubi, ko'rsatkichida 2 ning 5-chisi. 5 oldiga shunday ko'paytuvchi sifatida tushadi. 3 1 taqsim 3 bo'lib tushadi. Ya'ni 5 taqsim 3 ko'paytirilgan logaritm 2 asosga ko'ra 2. Logaritm 2 asosga ko'ra 2 bu 1 ga teng. Demak 5 taqsim 3 ning o'zi qoladi. Keyingi xossamiz 8-si. Logaritm asosida a ning m'inchisi, ko'rsatkichida b barobar 1 taqsim m ko'paytirilgan logaritm a asosga ko'ra b. Boya aytib o'tganimizdek, logaritmning asosining ko'rsatkichi 1 taqsim bo'lib ko'paytuvchi sifatida oldiga tushadi. Misol, logaritm 9 asosga ko'ra 27 barobar logaritm asosida 3 ning kvadrati, ko'rsatkichida 27 teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan logaritm 3 asosga ko'ra 27 teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 barobar 3 taqsim 2 ga teng. 9-xossamiz. Logaritm a asosga ko'ra b barobar logaritm s asosga ko'ra b taqsim logaritm s asosga ko'ra a. Ya'ni bu 9-xossamiz boshqa asosga o'tish deyiladi. Ya'ni asosi a bo'lib turgan paytda asosini endi s ga o'tib olyapmiz. Ya'ni s asosga o'tyapmiz. Misol, logaritm 7 asosga ko'ra 9 barobar logaritm 4 asosga ko'ra 9 taqsim logaritm 4 asosga ko'ra 7. Ya'ni asosimiz 7 edi, 4 asosga ko'ra o'tib oldik. 10-misol. 10-xossa. Aniqrog'i. Logaritm a asosga ko'ra b barobar 1 taqsim logaritm b asosga ko'ra a. Ya'ni asosini almashtirib olishimiz mumkin shunday ko'rinishda. Misol, logaritm 4 asosga ko'ra 3 barobar 1 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra 4 shaklida yozib olsak bo'ladi. 11-xossa 10-xossadan kelib chiqqan. Ya'ni buni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, logaritm a asosga ko'ra b ko'paytirilgan logaritm b asosga ko'ra a teng 1 kelib chiqadi. Ya'ni bu 10-xossadagini ko'paytirib, ya'ni mahrajni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, tomonga mana shu 11-xossamiz kelib chiqadi. Misol, logaritm 5 asosga ko'ra 8 ko'paytirilgan logaritm 8 asosga ko'ra 5 barobar 1 ga teng. 12-xossa. Logaritm a asosga ko'ra b ko'paytirilgan logaritm b asosga ko'ra s ko'paytirilgan logaritm s asosga ko'ra d ko'paytirilgan logaritm d asosga ko'ra y barobar logaritm a asosga ko'rani olamiz va oxiridagi y ko'rsatkichni olib logaritm a asosga ko'ra y shaklida yozishimiz mumkin. Misol, logaritm 2 asosga ko'ra 3 logaritm ko'paytirilgan logaritm 3 asosga ko'ra 4 ko'paytirilgan logaritm 4 asosga ko'ra 5 ko'paytirilgan logaritm 5 asosga ko'ra 6 ko'paytirilgan logaritm 6 asosga ko'ra 7 ko'paytirilgan logaritm 7 asosga ko'ra 8 deydigan bo'lsak,
logaritm 2 asosga ko'rani olamiz, oxiridan ko'rsatkichni olamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra 8 shaklida yozib olamiz. Bu ham teng bo'ladi 3 ga. Keyingi xossamiz 13-si. A ning darajasida logaritm S asosga ko'ra B barobar B ning darajasida logaritm S asosga ko'ra A. Ya'ni bu xossani asosiy tushunchamiz A bilan B ni joyini almashtirishimiz mumkin. Bu yerda S'lar bir xil bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni asoslar bir xil bo'lsa. Misol 5 ning darajasida logaritm 3 asosga ko'ra 7 teng 7 ning darajasida 3 asosga ko'ra 5 shaklida yozishimiz mumkin. Isbot. A ning darajasida logaritm S asosga ko'ra B barobar B ning darajasida logaritm S asosga ko'ra A. Endi shuni isbotlashimiz kerak. Ya'ni tengligini isbotlashimiz kerak. Demak, ikkala tomonni ham A asosga ko'ra logaritm deymiz. Logaritm A asosga ko'ra A daraja logaritm S asosga ko'ra B, logaritm A asosga ko'ra B darajasida logaritm S asosga ko'ra A. Endi logaritm ko'rsatkichining darajasi oldiga ko'paytiruvchi sifatida tushadi. Demak, logaritm S asosga ko'ra B ko'paytirilgan logaritm A asosga ko'ra A teng logaritm S asosga ko'ra A ko'paytirilgan logaritm A asosga ko'ra B barobar logaritm A asosga ko'ra A bu qiymatimiz 1 ga teng. Endi logaritm S asosga ko'ra B barobar logaritm S asosga ko'ra A. Endi logaritm A asosga ko'ra B ni boshqa asosga o'tib olamiz. Ya'ni S asosga o'tib olayotgan bo'lsak, logaritm S asosga ko'ra B taqsim logaritm S asosga ko'ra A bo'ladi. Bu yerdan logaritm S asosga ko'ra A lar qisqarib ketadigan bo'lsa, logaritm S asosga ko'ra B teng logaritm S asosga ko'ra B ga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni 13-xossamiz isbotlandi. Keyingi xossamiz 14. A ning darajasida iltizosida logaritm A asosga ko'ra B barobar B ning darajasida iltizosida logaritm B asosga ko'ra A ga. Misol, birinchisi 5 ning darajasida iltizosida logaritm 5 asosga ko'ra 3 teng 3 ning darajasida iltizosida logaritm 3 asosga ko'ra 5 ga. Ikkinchi misol 7 ning darajasida iltizosida logaritm 7 asosga ko'ra 5 minusdan 5 ning darajasida iltizosida logaritm 5 asosga ko'ra 7 plusdan 3 barobar birinchisini shunday yozib olamiz. 7 ning darajasida iltizos logaritm 7 asosga ko'ra 5 minusdan ikkinchisini almashtirib yozib olamiz. Buni almashtiradigan bo'lsak, 7 ning darajasida iltizosida logaritm 7 asosga ko'ra 5 shaklida yozib olsak bo'ladi. Bular teng bo'ladi. Plusdan 3 barobar bular qisqarib ketadigan bo'lsa, natijamiz 3 qoladi. Endi 14-xossani isbotlaymiz. Isbot. A ning darajasida iltizosida logaritm A asosga ko'ra B barobar B ning darajasida iltizosida logaritm B asosga ko'ra A ga tengligini isbotlaymiz. Demak, ikkala tomonni ham B asosga ko'ra logaritmlaymiz. Ya'ni teng ikkala tomonni ham B asosga ko'ra logaritmlasak, logaritmni xossasiga ko'ra ko'rsatkichning darajasi oldiga ko'paytiruvchi sifatida tushadi. Ya'ni bular oldiga ko'paytiruvchi sifatida tushadi. Iltizosida logaritm A asosga ko'ra B ko'paytirilgan logaritm B asosga ko'ra A ga teng iltizosida logaritm B asosga ko'ra A ko'paytirilgan logaritm B asosga ko'ra B. Buni qiymati 1. Buni yozmasligimiz mumkin. Endi ikkala tenglikni ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz. Ya'ni bu qismni ham kvadratga ko'taramiz, bu qismni ham kvadratga ko'taramiz. Kvadrat ko'tarsak, ildizdan qutuladi, logaritm A asosga ko'ra B bo'ladi. Ko'paytirilgan logaritm kvadrat B asosga ko'ra A teng logaritm B asosga ko'ra A ga. Endi logaritm kvadrat bo'lgani uchun buni logaritm B asosga ko'ra A ko'paygan logaritm B asosga ko'ra A shaklida yozib olishimiz mumkin. Ya'ni ikkita ko'paytiruvchi sifatida yozib olishimiz mumkin. Endi yozamiz. Logaritm A asosga ko'ra B ko'paytirilgan logaritm B asosga ko'ra A. Bu ko'paytirsak bu 1 ga teng. Ko'paytirilgan logaritm B asosga ko'ra A ga teng logaritm B asosga ko'ra A ga. Bu qismimiz 1 bo'lib ketgandan keyin bizda logaritm B asosga ko'ra A barobar logaritm B asosga ko'ra A tenglik qoladi. Ya'ni
14-xossamiz ham isbotlandi. Keyingi tushunchamiz o'nli logaritm. Logaritm asosida asosi 10 bo'ladigan bo'lsa, demak o'nli logaritm deymiz. Ya'ni logaritm 10 asosga ko'ra a qisqartirib LGA deymiz. O'qilishi logaritm 10 asosga ko'ra a. Bu yerda a'miz 0 dan katta. Misol, birinchisi logaritm 10 asosga ko'ra 7 teng LG 7 qisqartirib LG 7 deb aytamiz. Aslida logaritm 10 asosga ko'ra 7 deb o'qiladi. Ikkinchi misol LG 1000. LG 1000 deganimiz aslida logaritm 10 asosga ko'ra 1000 deb aytiladi. Logaritm 10 asosga ko'ra 1000 bu 3 ga teng bo'ladi. Keyingi tushunchamiz natural logaritm. Demak, logaritmning asosi y asosga ko'ra bo'ladigan bo'lsa, bu natural logaritm deyiladi. Logaritm y asosga ko'ra a barobar qisqartirib ln a deb aytamiz, lekin natural logaritm a deb o'qiladi. Bu yerda y 2,718 va hokazo songa teng. Y ning nomi bu yerda eksponenta. Misol, birinchisi ln 2 yoki natural logaritm 2 teng logaritm y asosga ko'ra 2 degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi misol ln y kvadrat yoki natural logaritm y kvadrat barobar 2 ko'paytirilgan ln y barobar bu yerda ln y'miz 1 ga teng barobar 2 qoladi. Keyingi tushunchamiz logaritmik tenglamalar. Demak, birinchi ko'rinishda tenglamani qaraymiz. Logaritm a asosga ko'ra fx barobar b ko'rinishidagi tenglamalar. Demak, bu ko'rinishdagi tenglamalarni fx barobar a ning birinchisi ko'rinishiga keltirilib tenglamani yechamiz. Misol, logaritm 2 asosga ko'ra qavsida x minus 2 teng 5. Demak, biz x minus 2 teng 2 ning 5-chisi tenglamani ishlashimiz kerak. Bu yerda x topadigan bo'lsak, x barobar 2 ning 5-chisi 32 bo'ladi, plusdan 2. X teng 34 kelib chiqadi. Ikkinchi holat. Logaritm a asosga ko'ra fx barobar logaritm a asosga ko'ra gx. Demak, bu ko'rinishdagi tenglamalarni fx teng gx ko'rinishida ishlaymiz. Va bu yerda ikkita aniqlanish sohani yozamiz. Ya'ni gx ham 0 dan katta bo'lishi kerak, fx ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Tenglamani yechgan paytimizda, ya'ni bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, tenglamani yechimlarini mana shu tengsizliklar qanoatlantiradigan yechimlar olinadi. Misol, logaritm 6 asosga ko'ra 2x minus 5 teng logaritm 6 asosga ko'ra minus x plus 8 ga. Demak, birinchi aniqlanish sohani yozamiz. Logaritm ko'rsatkichi musbat bo'lishi kerak. 2x minus 5 0 dan katta, minus x plus 8 0 dan katta. Demak, buni ishlaydigan bo'lsak, x katta 2,5, x kichik 8. Bu holatda 2,5 dan katta x kichik 8 orasidan yechimni qidirishimiz kerak. Demak, tenglamamiz yechimi shu orada bo'lsa olamiz. Agar bu oraga tushmaydigan bo'lsa, yechim olinmaydi. Endi tenglama ishlaymiz. 2x minus 5 teng minus x plus 8. Shu yerdan x topadigan bo'lsak, x barobar 13 taqsim 3. 13 taqsim 3 shu oraga tushadi. Bu demak tenglamani ildizi bo'ladi. Keyingi ko'rinishi uchinchisi logaritm gx asosga ko'ra fx barobar a ko'rinishidagi tenglamalar. Demak, bu ko'rinishdagi tenglamalarni fx barobar gx ning ayinchisi shaklida ishlaymiz va aniqlanish sohalari yozamiz. Logaritmni ko'rsatkichi 0 dan katta, ya'ni fx 0 dan katta, asosi 0 dan katta, ya'ni gx 0 dan katta va asos 1 ga teng emas, ya'ni gx 1 ga teng emas holatlarini qaraymiz. Mana shu tenglamani yechib, yechimlarimiz mana shu tengsizlikni qanoatlantirish kerak. Ya'ni mana shu tengsizliklarni qanoatlantirish kerak. Misol,
logaritm x asoskura x plus 2 teng 2 ga. Demak, ishlaymiz. X plus 2 teng x kvadratga. Endi aniqlanish sohalar yozamiz. Logaritm ko'rsatkichi 0 dan katta, ya'ni x plus 2 0 dan katta. Asos 0 dan katta, ya'ni x katta 0 va asos 1 ga teng emas. X teng emas 1. Demak, mana shu holatlarga qaraymiz. Demak, tenglama ishlaydigan bo'lsak, x kvadrat minus x minus 2 teng 0 kvadrat tenglama bo'ladi. Kvadrat tenglamasi yechimlari x1 teng 2, x2 teng minus 1. Endi tengsizligimizni qarayotgan bo'lsak, x katta minus 2 dan x katta 0 dan x teng emas 1. Mana shular umumiy holatda qaraydigan bo'lsak, minus 1 yechim qabul qilinmaydi-da, x teng 2 yechimni olamiz. Keyingi mavzumiz yoki tushuncha deydigan bo'lsak, logaritmik tengsizliklar. Birinchisi, logaritm a asosga ko'ra fx barobar logaritm a asosga ko'ra b ko'rinishdagi tengsizliklar. Demak, bu yerda a'miz musbat va a teng emas 1 va b ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, mana shu shartlarni qanoatlantirish kerak. Endi biz a ga shart beramiz. Agar logaritm asosi 1 dan katta bo'lsa, tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Katta bo'lsa katta. Fx katta b ko'rinishda tengsizlikni yechamiz. Ikkinchi holda, agar asosi 0 va 1 orasida son bo'ladigan bo'lsa, tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Fx kichik b va aniqlanish soha ham qo'shiladi. Fx katta 0. Demak, mana shu tengsizlikni ishlashimiz kerak. Misol, birinchisi, logaritm 2 asosga ko'ra qavsida x minus 2 katta logaritm 2 asosga ko'ra 3 dan. Demak, asosimiz bir xil va 1 dan katta. Demak, logaritmlarni tashlab o'rgan paytimizda tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Demak, x minus 2 katta 3 dan. X topadigan bo'lsak, x katta 5 dan tengsizlikni yechamiz. Ikkinchi misol, logaritm 0,2 asosga ko'ra qavsida x kvadrat plus 1 kichik logaritm 0,2 asosga ko'ra 10. Demak, asoslarimiz bir xil va 0 va 1 orasida. Logaritmni tashlab o'rgan paytimizda tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, bu yerda kichik, bu yerda katta deb o'zgartiramiz. Demak, x kvadrat plus 1 katta 10, x kvadrat katta 9. Bu tengsizlik ishlaydigan bo'lsak, x katta 3 dan birlashma x kichik minus 3 dan degan ikkita yechim keladi. Yoki x tegishli minus cheksizdan minus 3 gacha birlashma 3 dan plus cheksizlikgacha ko'rinishda yozishimiz mumkin. Keyingi ko'rinishi, ikkinchisi, logaritm a asosga ko'ra fx katta b. Bu yerda a 0 dan katta, a teng emas 1. Endi bu ko'rinishdagi tengsizlikni quyidagicha yozib olamiz. Ya'ni logaritm a asosga ko'ra fx katta logaritm a asosga ko'ra a ning birinchi shakli yozib olamiz. Endi bunda ham logaritm asosiga shart beramiz. Birinchisi, logaritm asosi 1 dan katta bo'lsa, ya'ni a katta 1 bo'lsa, fx katta a ning birinchisi tengsizlik yechiladi. Ikkinchi holatda, agar asos 0 va 1 orasida bo'ladigan bo'lsa, fx kichik a ning birinchisi va fx ni 0 dan katta tengsizliklar sistemasi yechiladi. Demak, bu holatda 0 dan katta joyini ham qaraymiz. Misol, birinchisi, logaritm 7 asosga ko'ra x plus 2 katta 3 dan. Demak, asosimiz 1 dan katta, shuning uchun x plus 2 katta 7 ning kubidan deymiz. Tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. X plus 2 katta 7 ning kubi 340 dan. X topadigan bo'lsak, x katta 341 dan tengsizligimiz hosil bo'ladi. Ikkinchi misol, logaritm 0,1 asosga ko'ra x minus 1 katta minus 1 dan. E'tibor berayotgan bo'lsak, asosimiz 0 va 1 orasida. Demak, asosni o'sha darajaga ko'taradigan bo'lsak, tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Katta bo'layotgan bo'lsa, demak, bu yerda kichik bo'lyapti. X minus 1 kichik 0,1 ni minus 1-dan va 0 dan katta joyini qo'shib qo'yamiz.
Bu aniqlanish sohasi, ko'rsatkich, chunki har doim 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi soddalashtirsak, 0 dan katta x minus 1 kichik 10 dan bo'ladigan bo'lsa, bu qo'shtengsizlik yechadigan bo'lsak, 1 dan katta x kichik 11 dan tengsizligimiz hosil bo'ladi. Ya'ni tengsizlikli yechimi shu oralikda bo'ladi. Uchinchisi, logaritm a asosga ko'ra fx katta logaritm a asosga ko'ra gx dan. Demak, bu yerda ham asosga shart beramiz. Birinchisida, agar asosimiz 1 dan katta bo'lsa, fx katta gx tengsizlikni yechamiz va gx ni 0 dan katta deymiz. Chunki kichigi 0 dan katta bo'lsa, kattasi 0 dan aniq katta bo'ladi. Ikkinchisi, agar asos 0 1 orasida bo'ladigan bo'lsa, fx kichik gx va fx ni 0 dan katta tengsizlikni yechamiz. Misol, birinchisi, logaritm 13 asosga ko'ra x kvadrat katta logaritm 13 asosga ko'ra qavsida x plus 2. Demak, asosimiz 1 dan katta bo'lgan paytda tashlagan paytimiz tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Demak, x kvadrat katta x plus 2 dan va kichigini 0 dan katta desak bo'ladi. Ya'ni x plus 2 ni 0 dan katta deymiz. Tengsizlikni yechadigan bo'lsak, x kvadrat minus x minus 2 katta 0. Bunisi x katta minus 2 dan. Endi buni ishlaydigan bo'lsak, birinchisining yechimlari minus 1 u 2 minus 1 u 2. Ikkinchisi minus 1 minus 2 dan kattalar deb yechim qo'yapti. Demak, minus 2 dan kattalar bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasi bu minus 2 dan katta deyapti. Kesishgan joyini qaraydigan bo'lsak, kesishgan joyi x tegishli minus 2 dan minus 1 gacha, 2 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Ikkinchi misolimiz, logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra x minus 3 katta logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra 2x plus 6 dan. Demak, e'tibor berayotgan bo'lsak, asosimiz 0 1 orasida son. Tashlagan paytimizda tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni x minus 3 kichik 2x plus 6 dan. Va kichigini, ya'ni x minus 3 ni kichik 0 katta 0 dan deyishimiz kerak. Buni tengsizlik ishlayotgan bo'lsak, x katta minus 9 dan bo'ladi. Bunisini ishlaydigan bo'lsak, x katta 3. Ikkalasini qanoatlantiruvchi yechim x katta 3 dan cheksizlikgacha yoki x tegishli 3 dan plus cheksizlikgacha deyishimiz mumkin. Keyingi to'rtinchisi, ya'ni to'rtinchi ko'rinishdagi tengsizliklarimiz. Logaritm gx asosga ko'ra fx katta a dan. Bu ko'rinishdagi tengsizliklarni yechishimiz uchun asosga shart beramiz. Ya'ni logaritm asosiga shart beramiz. Birinchi holatda gx 1 dan katta bo'lsa, fx katta gx ning ayinchisidan tengsizlikni yechamiz. Ikkinchi holatda gx 0 1 orasida bo'ladigan bo'lsa, fx kichik gx ning ayinchisidan va fx ni 0 dan katta tengsizlikni qo'shib qo'yamiz. Misol logaritm x kvadrat asosga ko'ra x plus 2 kichik 1 dan, kichik yoki teng 1 dan. Mana shu tengsizlik qaraymiz. Logaritm x kvadrat asosga ko'ra x plus 2 kichik yoki teng logaritm x kvadrat asosga ko'ra x kvadrat. Ya'ni birni shu shaklda yoza olamiz. Endi asosni tashlayotgan paytda asosga shart berib tashlaymiz. Birinchi holatda asosimiz 1 dan katta bo'lsa, ya'ni x kvadrat 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Ya'ni x plus 2 kichik yoki teng x kvadrat tengsizlikni yechamiz. Endi bu tengsizlikni yechadigan bo'lsak, x kvadrat minus 1 katta 0 bo'ladi. Buni yechimlari x katta 1 birlashma x kichik minus 1. Bunisini yechadigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi tengsizlikni yechadigan bo'lsak, x kvadrat minus x minus 2 katta yoki teng 0 bo'ladi. Birinchisini yechimlari x katta 1 x kichik minus 1, ikkinchisini yechimlarini oralikqa qo'yadigan bo'lsak, bu yechimlarimiz 2u minus 1 ga teng, ya'ni minus cheksizlikdan minus 1 gacha, 2 dan
plus cheksizlikkacha bo'ladi. Endi bular kesishtiradigan bo'lsak, ya'ni yechimlarimiz -x dan -1gacha, 2 dan plus cheksizlikkacha. Bunisi x 1 dan katta birlashma x kichik -1. Bularni kesishtirgan vaqtimizda birinchisidan cheksizlikdan -1gacha, 2 dan plus cheksizlikkacha yechim kelib chiqadi. Endi ikkinchi holatni qaraymiz. Ikkinchi holatimizda agar asos 0 1 orasida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 0 dan katta x kvadrat kichik 1 bo'ladigan bo'lsa, tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Bu yerda kichik edi, endi katta bo'lib qoldi. Demak, x plus 2 kattayoq teng x kvadratdan. Demak, asosda 0 1 orasida tengsizlikni yechamiz. Buni yechayotgan bo'lsak, x kvadrat katta 0, x kvadrat kichik 1. Bunisini ishlaydigan bo'lsak, x kvadrat minus x minus 2 kichik yoki teng 0 tengsizlik qaraymiz. Demak, birinchisida x kvadrat katta 0 da aytayotgan bo'lsak, x 0 dan farqli bo'lsa yetarli. Har doim u musbat. Ikkinchisini yechadigan bo'lsak, bu minus 1 1 orasidagi sonlar bo'ladi. Ya'ni x kvadrat kichik 1 tengsizlik yechimi minus 1 dan katta x kichik 1. Uchinchi tengsizligimizni yechadigan bo'lsak, buni yechimlari 2 u minus 1 oraliqqa joylashtirsak, minus 1 va 2 ni oraliqqa joylashtirsak, bular orasidagi qiymati kelib chiqadi. Ya'ni demak, shu oraliqdagi sonlar. Endi kesishtiramiz. Kesishtiradigan bo'lsak, demak, uchinchi tengsizligimizdan yechim minus 1 u 2 chiqdi. Birinchi va ikkinchi tengsizligimizdan minus 1 dan 0 gacha, 0 dan 1 gacha. Bulardan xulosani keltirib chiqaradigan bo'lsak, yechimimiz minus 1 u 0 birlashma 0 dan 1 gacha. Endi javob deb aytadigan bo'lsak, javobimiz bular chiqqan yechimlarni oxirida birlashtirib qo'shishimiz kerak. Minus cheksizdan minus 1 gacha birlashma minus 1 u 0 birlashma 0 u 1 birlashma 2 dan plus cheksizlikkacha yechim kelib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.